AQSh va Isroil qo'rqqan qaror. Eron yadro reaktoriga zarba bermoqchi. Butun mintaqaviy energetika sektoriga yakuniy zarba berishga tayyor deb xabar bermoqda Islom inqilobi korpusi. Turkiya osmonida Eron raketasi urib tushirildi. Anqara har qanday dushmanona harakatga javob qaytarish huquqini saqlab qolishini ta'kidladi. AQShga bo'yin egmagan Ispaniyadan keskin bayonot. Biz begonalarning geosiyosiy o'yinida o'yinchoq bo'lishni istamaymiz. Himoyalanishga qodirmiz. Eron Shimoliy Koreya taklifini rad etdi. Biz 8 yillik urushni ham boshdan kechirganmiz. O'zimizni himoya qilishga qodirmiz. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti doimgidek video davomidan o'rin olgan. Iltimosimiz, mehnatimizni qadrlagan holatda videoga albatta like bosib qo'ying. Biz esa xabarlarning to'liq tafsilotini e'tiboringizga havola qilamiz. Bazadan registratsiyangiz chiqmayaptimi? Mehnat shartnomangiz yo'qligi uchun jarimaga tortilishingiz mumkinmi? Biz Moskva va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga hujjat ishlarida professional yordam beruvchi 10 yillik ish tajribasiga ega ishonchli xizmatni taklif qilamiz. Registratsiyani bazaga kiritish, trudavoy dogovor tayyorlash va uydamleniya yuborish, zapret va deportni oldindan tekshirish, reyestr va ba'zi muammolarga yechim topamiz. INN va SINLS olish, tibbiy sug'urta va yana 20 ga yaqin xizmatlarimiz mavjud. Ishingizni mutaxassislarga topshiring va xotirjam bo'ling. WhatsApp va Telegram orqali ushbu raqamlarga hoziroq yozing. 24/7 xizmatingizdamiz. AQSh va Isroil, aniqrog'i Tramp va Netanyahu boshlab bergan Eron bilan urush nafaqat Yaqin Sharqda, balki Amerikaning o'zida ham keskin bahs va noroziliklarni keltirib chiqarmoqda. Tobora keskinlashib borayotgan to'qnashuvlar mamlakat ichida katta bo'linishga sabab bo'ldi. Kongress va Senatda ayrim siyosatchilar bu urushni noqonuniy va yolg'on asosida boshlangan to'qnashuv deb atamoqda. Men hozirgina Eron bo'yicha yopiq eshiklar ortidagi brifingdan chiqib ketdim. Bu urush noqonuniy, yolg'onga asoslangan va mamlakatimizga hech qanday tahdid solmasdan boshlangan. Ko'pchiligingiz singari men ham chin dildan g'azablandim. Men Trampning harakatlaridan g'azablandim. Bu keraksiz to'qnashuvda halok bo'lganlar uchun qayg'uraman va bu urushni tugatish uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilishda davom etaman. Senatdagi tinglovlardan birida Eron bilan urushga qarshi chiqqan amerikalik dengiz piyodasi faxriysi majburan zaldan olib chiqilgani ham jamiyatdagi keskin kayfiyatni yaqqol ko'rsatdi. Wants to fight for Israel. His hand. Oh, his hand. Ayrim senatorlar esa AQSh hech qanday to'g'ridan-to'g'ri tahdidga duch kelmagan holda yangi urushga kirib qolganini aytib, bu qarorni qattiq tanqid qilmoqda. Eron va Isroil o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri to'qnashuv yadroviy qarama-qarshilikka aylanmoqda. So'nggi sutka davomida Yaqin Sharq xaritasi olovli nuqtaga aylandi. Eron raketlari Tel Aviv va Dubaydagi AQSh harbiy bazalariga og'ir talofatlar yetkazayotgan bir paytda ittifoqchi kuchlar Eronning yirik shaharlari va harbiy flotiga qarshi keng ko'lamli havo va suv osti operatsiyalarini boshlab yubordi. Yuzlab qurbonlar va cho'ktirilgan harbiy kemalar fonida Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi tomonidan yangragan Dimona yadro reaktoriga zarba berish tahdidi mintaqadagi urushning eng dahshatli ssenariysi, yadroviy halokat xavfini real haqiqatga aylantirdi. Shu kecha kunduzda Isroil bo'ylab havo hujumi sirenalari yangradi. Eron tomonidan uchirilgan raketlar sabab tutib qolish jarayonida kuchli portlashlar eshitildi. Isroil hukumatı Quddus, Tel Aviv va boshqa hududlarda aholini zudlik bilan boshpanalarga tushishga chaqirdi. Isroil ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Quddus yaqinidagi Beit Shemesh hududiga raketa parchalari tushgan. 2 kun avval ushbu hududda raketa zarbasi oqibatida 9 isroillik halok bo'lgan edi. Shuningdek, Eronning javob raketlari Isroil havo mudofaasini yorib o'tib, Tel Avivdagi ko'plab turar joylarni vayronaga aylantirdi va Isroil mudofaa vazirligi binosi yaqinida zarba aks etgan tasvirlarda shaharda keng ko'lamli yong'inlar kelib chiqqani aks etgan. Tehron, Isroil va mintaqadagi boshqa davlatlarga, jumladan Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar va Kuvayt hududiga ham dron va raketa zarbalari berishni davom ettirmoqda. Xabar qilinishicha, Kuvayt neft zavodlari Eron raketa zarbalariga uchradi. Eron jahon internet infratuzilmasiga ham zarba bermoqda. So'nggi 3 kun ichida Amazonning data markazlari ketma-ket nishonga olindi. 4-martdan 5-mart ko'tar kechasi
Bahrayndagi serverlarga kuchli zarba berildi. Bu so'nggi 3 kun ichidagi 4-hujum. Bu tasodifiy emas, Dubaydagi data markaz ataylab yer bilan yakson qilingan. Natijada Yaqin Sharqda jiddiy uzilishlar yuz berdi. Bank tizimlari ishlamayapti. Ma'lumotlar yo'qolmoqda, hatto yetkazib berish xizmatlari ham to'xtab qolgan. Muammo Rossiyaga ham ta'sir qilgan. Ushbu hudud orqali o'tadigan internet trafiki uzilgan. Amazon o'z serverlarini boshqa hududlarga ko'chirmoqda. Biroq yuklama ortib borayotgani sabab internet tezligi keskin pasaymoqda. Hadid Pryuzi 10 Eronning eng yangi reaktiv o'zini portlatuvchi droni ham jang maydoniga kirdi. Bunga javoban AQSh va Isroil kuchlari Eronning o'ziga qarshi ayovsiz va suvosti operatsiyasini boshlab yubordi. Isroil aviatsiyasi Tehron markazidagi ko'p qavatli uylarni nishonga oldi. Zarbalar asosan Tehron, shuningdek poytaxtning sharq va g'arbida joylashgan Karash hamda Isfaxon shaharlariga qaratilgan. So'nggi hujumlarda kamida 5 kishi halok bo'lgan, ayrim maktablar ham zarbaga uchragani haqida xabarlar bor. Dengizda esa eng yirik fojia Hind okeanida sodir bo'ldi. AQSh suvosti kemalari Shri-Lanka yaqinidagi xalqaro suvlarda Eronning Iris-D fregatini torpeda bilan urib tushirdi. 180 harbiy bo'lgan kema cho'ktirilib, kamida 80 kishi halok bo'ldi, 101 kishi bedarak yo'qoldi va 32 kishi qutqarib olindi. AQSh bosh qo'mondoni Dan Keyn hozirgacha Eronning 20 dan ortiq dengiz kemalari yo'q qilinganini, jumladan Bandar Abbos portida Shahid Sayyod Sheroziy kemasi yonib ketganini ma'lum qildi. AQSh mudofaa vaziri Pete Hegseth esa cheksiz bomba zaxiralari bilan tez orada Eron osmonini to'liq nazoratga olishini e'lon qildi. Yana ko'proq va kattaroq to'lqinlar kelmoqda. Biz endi boshladik. Bir haftadan kamroq vaqt ichida dunyoning eng kuchli 2 havo kuchlari Eron havo hududlarini to'liq nazorat ostiga oladi. AQSh yuqori aniqlikdagi gravitatsion bombalarni cheksiz zaxirasidan foydalanadi. Zarbalar, tahdidlar qanchalik qaqshatqich bo'lmasin, Eronni to'xtatib bo'lmayapti. Agar AQSh va Isroil hujumlarini davom ettirsa, Eron Dimonaga zarba beradi va yadroviy apokalipsisni boshlab beradi. Bizning raketlarimiz Isroilning Dimona shahridagi yadro reaktoriga va butun mintaqaviy energetika sektoriga yakuniy zarba berishga tayyor deb xabar bermoqda Islom inqilobi korpusi. Eron tomonidan Dimonaga zarba berish tahdidi mintaqaviy urushni butunlay boshqa darajaga olib chiqishi mumkin. Dimonada joylashgan Negev yadroviy tadqiqot markazi strategik obyekt hisoblanadi. Unga beriladigan har qanday zarba butun mintaqani katta xavf ostida qoldirishi mumkin. Eron raketlari endi faqat Isroil osmonida emas, ular arab davlatlari ustidan uchib o'tib, Turkiya chegaralarigacha yetib bordi. 4-mart kuni Turkiya rasmiylari ma'lum qilishicha, Erondan uchirilgan ballistik raketa Iroq va Suriya hududlari orqali o'tib, Turkiya havo makoniga yaqinlashgan va NATO havo mudofaa tizimlari tomonidan Sharqiy O'rta Yer dengizi hududida urib tushirilgan. Parchalar Xatay viloyatiga qo'shni hududda qulagan. Qurbonlar yo'q, ammo siyosiy zarba ancha og'ir bo'ldi. Chunki bu mojaroning endi bevosita NATO a'zosi hududiga yaqinlashgani degani. Reuters agentligiga ko'ra, raketa aslida qaysi manzilni nishonga olgani ochiqlanmadi. Anqara har qanday dushmanona harakatga javob qaytarish huquqini saqlab qolishini ta'kidladi. Shu bilan birga barcha tomonlarni mojaroning yanada kengayishiga olib keluvchi qadamlar tashlamaslikka chaqirdi. Alyans rasmiylari Eronning Turkiyani nishonga olganini qoralab, ittifoqchilar bilan birdamlik bayonotlarini berdi. G'arb poytaxtlarida xavotir kuchaydi. Agar Anqara tahdidni jiddiy deb baholasa, 4-modda bo'yicha maslahatlashuv chaqirilishi, vaziyat keskinlashsa esa 5-moddagacha borishi mumkin. Bu esa mintaqaviy urushni transatlantik blok miqyosiga olib chiqadi. Shunga qaramay, AQSh mudofaa vaziri Pete Hegseth hodisa 5-modda ishga tushishiga sabab bo'lmaydi deya taranglikni pasaytirishga urindi. Eng qiziq nuqta Anqaraning ohangi. Turkiya avvaldan AQSh va Isroilning Eronga bergan zarbalarini tanqid qilib kelayotgandi. Muzokara va vositachilik yo'lini yoqlagan edi. Endi esa o'z raketa yo'nalishida paydo bo'ldi. Shunga qaramay, Turkiya keskin ritorikaga berilmadi. Hududimizni himoya qilamiz, ammo keskinlashuvni istamaymiz degan mazmunda vazmin bayonot bilan chiqdi. Ya'ni NATO doirasida birdamlikni saqlagan holda mojaroning kengayishiga turtki bo'ladigan qadamdan tiyilmoqda. Turkiya tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan hodisadan so'ng Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi bilan telefon orqali suhbatlashib, norozilik bildirganini diplomatik manba tasdiqladi. Taxminlarga ko'ra, Eron hujumi Turkiyaning irqchilik avia bazasiga yo'nalgan bo'lishi mumkin. Turkiyaning irqchilik avia bazasi asosan AQSh va boshqa NATO davlatlari tomonidan foydalaniladi. Baza
Turkiya havo kuchlari nazorati ostida bo'lsa-da, qo'shma Turkiya AQSh harbiy obyekti sifatida faoliyat yuritadi. U 1991-yilgi Fors ko'rfazi urushi davrida AQSh boshchiligidagi operatsiyalar uchun muhim logistika va havo yordami markazi bo'lgan. Bu hodisa bir narsani ochiq ko'rsatdi. Eronning javob zarbalari geografik jihatdan jadal kengaymoqda. NATO ichida xavotir kuchaygan bo'lsa-da, Anqara hozircha vazminlikni tanladi. Savol esa ochiq qolmoqda. Agar keyingi raketa yanada chuqurroq kirib kelsa, bu vazminlik qancha davom etadi? AQShning Eronga qarshi harbiy amaliyotlari uchun arab davlatlaridan farqli o'laroq o'z aviabazalarni taqdim etishdan qat'iy bosh tortgan Ispaniya kutilganidek Donald Trampning g'azabiga duchor bo'ldi. Oq uy rahbari o'zining an'anaviy uslubiga sodiq qolgan holda Madridni keng ko'lamli sanksiyalar paketi va savdo aloqalarini butunlay uzish bilan tahdid qildi. Biroq aynan shu vaziyatda Yevropa ittifoqi Ispaniya uchun mustahkam soyabonga aylandi. Euronews nashrining xabar berishicha, Yevropa komissiyasi Trampning tahdidlariga javoban Madridni so'zsiz qo'llab-quvvatlashini bildirib, zarurat tug'ilsa Yevropa ittifoqi o'z savdo manfaatlarini himoya qilish uchun barcha choralarni, jumladan javob sanksiyalarni ko'rishga tayyorligini ma'lum qildi. Yevrokomissiya vakili Olaf Gill ittifoq barcha a'zo davlatlar bilan to'liq hamjihat ekanini urg'ulagan bo'lsa, komissiya vitse-prezidenti Stefan Sajurni vaziyatga nuqta qo'yib, bir a'zo davlatga tahdid, bu butun Yevropa ittifoqiga tahdid deya bayonot berdi. Fransiyaning Madrid tarafini olgani va prezident Makronning Pedro Sanchesga yo'llagan birdamlik xabari Yevropaning AQSh iqtisodiy diktatiga bo'yin egmasligini ko'rsatmoqda. Germaniya kansleri Merz esa vaziyatni muloqot orqali yumshatishga chaqirgan bo'lsa-da, Washington va Madrid o'rtasidagi sovuqchilik endilikda transatlantik munosabatlarning poydevorini silkitmoqda. Ispaniyaning NATO doirasidagi majburiyatlarni bajarmaslikda ayblayotgan Trump ma'muriyati o'z suverenitetini himoya qilayotgan Madrid o'rtasidagi ushbu qarama-qarshilik Yevropaning AQShdan tashqi siyosiy mustaqilligi yo'lida navbatdagi sinov bo'ldi. Ispaniya prezidenti nega AQShga rad javobi berganini ochiqladi. Ramazon oyida nega vulkan mahsulotini iste'mol qilish kerak? Chunki organizm tozalanish mobaynida vulkan mahsuloti ta'sirlari boshqa oyga nisbatan kuchliroq va tezroq bo'ladi. Prostatadagi yallig'lanish, achishish, og'riq, peshobga tez-tez qatnash va jinsiy zaiflikni samarali davolaydi. Bizning nomimizdan qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmalarga ega bo'ling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. U Erondagi keskinliklar Iroq urushi voqealari takrori bo'lishidan xavotirlanayotganini bildirgan. 23 yil oldin bizni xavfsizlik degan shior bilan Iroq urushiga sudrashgan edi. Natija nima bo'ldi? Terror kuchaydi, mintaqa vayron bo'ldi. Millionlab odamlar uyini tark etdi. Energiya bozori izdan chiqdi. Bugun Erondagi vaziyat fonida yana o'sha ssenariy takrorlanmoqchi bo'ldi. Yana baland shiorlar, yana global xavfsizlik haqidagi gaplar. Ammo biz tarixdan saboq oldik. Biz yana Yaqin Sharq botqog'iga tortishdan bosh tortdik. Bu safar biz mardonavor yo'q dedik. Chunki har bir noto'g'ri qaror oqibatini oddiy xalq to'laydi. Biz begonalarning geosiyosiy o'yinida o'yinchoq bo'lishni istamaymiz. Ispaniya hukumatining bu qarori ortida milliy xavfsizlik va mintaqaviy barqarorlikni saqlash istagi yotibdi. Madrid Washingtonning Eronga nisbatan harbiy kampaniyasi Yaqin Sharqni nazorat qilib bo'lmaydigan portlashga olib kelishidan va bu bevosita O'rta Yer dengizi mintaqasi xavfsizligiga, xususan migratsiya inqirozining kuchayishiga sabab bo'lishidan jiddiy xavfsiramoqda. Yaqin Sharqdagi mojaro fonida Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In agar Eron xohlasa, o'z raketalarini berishga tayyor ekanini aytgan edi. Biroq Eron hech bir davlatdan yordam olmaydi va o'zini himoya qilishga qodir. Bu haqda Eronning O'zbekistondagi elchixonasida o'tkazilgan matbuot anjumanida elchi Muhammad Ali Iskandariy ma'lum qildi. Uning aytishicha, agar Eron qo'shni davlatlar o'z hududidagi harbiy bazalarni mamlakatga qarshi hujum uchun taqdim etsa, ular Eron uchun qonuniy nishon hisoblanadi. Bu urush boshlanganidan oldin ham ochiq va ravshan e'lon qilingan. Biz avval ham aniq aytganmizki, Amerika obyektlari, aktivlari va kuchlariga qayerda yetish imkonimiz bo'lsa, o'sha yerda zarba beramiz. To'g'ridan to'g'ri AQSh hududlariga yetish imkonimiz yo'qligi sababli qo'limiz yetadigan joylardagi harbiy obyektlar va infratuzilmalarga zarba beramiz. Masalan, Kuvaytdagi Amerika harbiy samolyotlari faoliyatini ko'rdik. Imkon bo'lgan joyda ularning 3 ta samolyotini urib tushirdik.
Uning aytishicha, so'nggi o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, mintaqa aholisining 90% Amerika harbiy bazalarining chiqib ketishini istaydi. Mintaqa xalqlari va hukumatlari o'rtasida ayrim kelishmovchiliklarning asosiy sabablaridan biri ham aynan Amerika harbiy bazalarining mavjudligi. Bundan tashqari, Amerika obyektlarining ko'pchiligi aslida josuslik markazlari, jumladan Mossad faoliyati bilan bog'liq maskanlar hisoblanadi. Biz faqat Amerika obyektlari va unga tegishli infratuzilmaga zarba berdik. Boshqa joylarda sodir bo'lgan hodisalar soxta bayroq ostida, ya'ni boshqalar tomonidan amalga oshirgan. Bu bizning ishimiz emas. Uning aytishicha, shu bilan birga Eron qo'shni davlatlar bilan yaxshi munosabatlarga ega. Masalan, Eronning eng yirik savdo hamkori Birlashgan Arab Amirliklari, umuman mintaqa davlatlari bilan yaxshi aloqalari bor. Biz urush istamaymiz. Agar tajovuz to'xtatilsa, biz ham himoya harakatini to'xtatamiz. Tajovuz to'xtamaguncha muzokara bo'lmaydi. Shundan keyin qaror qabul qilinadi. Jurnalist elchiga Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Eron xohlasa o'z raketlarini taqdim etishga tayyorligini aytgani haqida savol berdi. Elchi esa bu savolga ikkilanmasdan shunday javob berdi. Biz faxr bilan aytamizki, hech bir davlatdan yordam so'ramaganmiz. O'zimizni himoya qilishga qodirmiz. Biz hozir Amerika yoki Isroil bilan emas, balki hamma narsani o'z nazoratiga olmoqchi bo'lgan bir mafkura bilan kurashyapmiz. Biz qiyinchiliklarga duch kelamiz, ammo ularni yengib o'tamiz. Biz 8 yillik urushni ham boshdan kechirganmiz. Iroq urushi davrida Sovet ittifoqi ham, G'arb blogi ham Iroqni qo'llab-quvvatlagan. Shunga qaramay biz bu sinovdan o'tdik. Bizda hozircha shular, voqealar rivojini aynan bizning kanalda kuzatib boring. AQSh, Isroil va Eron urushiga doir eng so'nggi xabarlardan birinchilardan bo'lib boxabar bo'lish uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Biz yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.